Assalomu alaykum Showcars obunachilari. Bugun sizlarga Jak J8 modelini ko'rsatmoqchiman. Ichki ko'rinishlari. Burada ichlari keng. 7 kishilik mashina. Savat qilib ko'ramiz. Avto holdi bor. Elektronli ruchnoy bu yoqdan rejimlarni o'zgartirsa bo'ladi. Bu yoqda podstaganliklar, shaybali skorslari bu yoqda bor. Buning ichida mana bunaqa konditsionerdan havo chiqarilgan, issiq sovuqni ushlab ketadi. Bu yerda o'rindiqlarni boshqarsa bo'ladi. Bu yoqda pechka, konditsionerdan hamma narsasini boshqarsa bo'ladi. Bu yoqda besprovодный zaryadka joylari ham bor. Bu yoqda bardachokimiz. İçlari chuqur. Bu yoqda. Bunda lyuk panorama bor. Katta ochiladi. Yopish ham bu yoqda. Bosib turamiz. Shtorkasi ham avtomatik yopiladi. Bu yerda kurs kontrollarini boshqaradigan knopkalar joylashtirilgan. Bu palasni ushlaydi. Bu yoqda multimedia tabloni boshqarish. Start stopli. Bu yoqda menulardan hamma narsa chiqib turadi. Radio. Roli deyarli o'zgarmagan, eski holatda. Bu yoqda bagajni ochadigan, bokovoylarni tuzatadigan stabilizatori, bu yoqdan farani boshqaradigan knopkalar joylashtirilgan. Xo'p, mashinamiz avtomat korobka. Hozir orqa taraflarini ham ko'rsataman. Orqa taraflari shunaqa keyin просто hozir sidinalar yotqizilgan. Buni katta qilsa bo'ladi. Mashinaning umumiy ko'rinishi tashqi tarafdan shunaqa bo'ladi. Yangicha dizaynda logolar ham o'zgargan. Oldin boshqacha bo'lardi. Xo'p, endi orqa tarafini ko'rsataman. Elektronli bagaj bo'ladi.